Mal kulonlardan düşüp kesip olmaydı. Köpçülük, ihtiyat kılınlar. Ağzı işte bu. Şimdi çoğaldı. Bu kandak iş. Bilmedim. Ulan zaten kimler? Mallarını pes koyunlar. Tez koyuş. Yeni bir katıp eğitip koyay. Mallarını pes koyunlar. Bulmuşsa öldürüp itime. Aka, kandak kılmaz. Gepini anala. Buradarlar, ok çıkamanlar. Mallarını asla pes koyunlar. Çin şuydakiler adaletni yaklaydı. Hem işler öz yolunu boğunu tüzü. Hani karıştırıp özünlerini tanıştırıp yakınlar. Sen yenilip padişahına aldığı verip nam şerpanını eğitip belge. Buraderler. Sen ulan eğitinler. Malını kuzlar kılınlar. Buraderler. Ulan itinlar. Sokun malını kaytırıp gelinler. Hop. En nadir, en yeni, süzük yukur boğan filmler, selkim süzük film mundurda. Torbiket adresimiz www.selkim.com. Hazır işine özü buldular. Ama hem de kolla kılınız. Kez bir yerini çıkıp geteyli. Mal. Bunda ketiver çatak. Tezcanı ahırlaştıraylı. Bak bu. Ben bir neçe adam başlar sıklatla arka tarafına girip hücum kılay. Buraderler. Ben bilmem yanına. Buraderler. Ulan boğan hücumu çatlatmaylı. Birinci gruba aldı kartmayanlar. Malını kaydır olaylı. Hop. Buraderler. İtinlar. O işin küçüklerini yoklaylı. Buraderler. Sen eğitinler. Uço! Aka! Bariyerci buraderlerini başlar. Handaklamamızı malını kaydırıp gel. Hop! Ben bilmem yanına. Buraderler eğitinler. Aka, uçağını ula öldürüvetti. Nime? İkinci gruba mallarını içip gidiyorlar. Kağalar memlem Hop yerler. hop. Aka! Buraderlerin yerimi ölüp oldu. Biz çekineyle. Çekinmeyme. Vallahi kaydırıp gelmeyeceğim. Ölsem çekinmeyme.
Aka, buralarning hammasi o'lib tugdi. Endi mansa ulgurmaymiz. Loqay, buralarlar ulan tutsa, chiqib akıllı olab yana chiqib deydi. Hop! Mallarni it chiqib ketinglar. Qolganlar memlamiyinglar. Qo'shqinimizga keching. Boshlig'inglarchi? Qochib ketdi. Qayerga qochib ketdi? O tarafga. Xo'jayindan buyruq. Tirik odam qolsa hargiz bo'lmaydi. Tirik bo'lsa odamni, o'lik bo'lsa jasdan ib kelinglar. Hop, menla. Joyaching bilan Johnson yilan ko'rinmaydi-ku. Shundoq. Ular bu yerda emas o'xshaydi. Odam o'rinlashtirib, hamma yoqni izlab yiqinglar. Hop, men bilamayinglar. Qo'ng'acha. Mallarning hammasini mashinaga basib oldik. Mayli. Astra aka. Bo'lgandaq ya. Daryo bu yo'g'a kelaylik deb qoldik deyman. Shundoq. Ishlarning bu darajaga berib yetadiganligini o'ylab boqmoqda ekanman. Birodarlarning hammasi o'lib tugadi. Molni boshqalab bo'lib ketdi. Men endi mol egasiga nima deb javob beraman? Ishning kuchiga bu bir to'p ablaxlar nerdan chiqib qoldi endi? O'zimizni o'ngshuni chiqib ulguramiz desa? Aniqki, ular bu mollarni bulg'ili kelgan. Sizlar his qildinglarmi yo'q? Skladda etishganda ular yerdik sanduqlarga bir paymo o'q tekkizmadi. Ya'ni kelib molni bulg'ili kelganlar butun kuchi bilan bu mollarni qo'g'didi. Ha, to'g'ri. Bu shuni tushundirdiki, ular molning ahvolini obdan biladi. Ya'ni kelib ko'p tarbiyalanganlar ekan. Hujum bilan qo'g'dash nihoyat atrofliq. Faqatla qalamqanchilik yo'q. Shu sababdan jazmlashtirishga bo'ladiki, ular hargizmi odatdagi odamlardan emas. Aka, emis ular sizni chizoda kimlardir? Ha. Acaba ular nima demoqchi? Acaba ular mol egasining odamlarimidir? Bu undaqa emas-ku. Mol egasi bu ishlarni bizga topshirgan turqliq. Nimishqa odamlarni avatib bizga hujum qiladi? Ya'ni kelib ular molni yushirilgan yerini qanday biladi? Ha? Ishlar normal emas. Jimyo, loqa, biz shaharga qaytaylik. Men mol egasi bilan ko'rishib, zodi nimish bo'lganligini so'rab boqay. Mayli. Loqa, nima bo'ldi? Ha? Hech yo'q aka, shaparankan. Meni mi baqa o'qitibdi? Mayli. Ha. Gel yetib ol. Kim? Ablah kim? Kim? Qaraganda bek jiddilashayotganda qilasizmi? Rost gapni qilsam, shundoq. Nimishqa? Siz degan cho'ng hosil elib, muvaffaqiyat qozongan tursangiz. Men ehtiyotchan odam. Natijasini ko'rmay turib, xotirjam bo'lolmayman. Mondaqda. Sen xili tamkin tursan-ku. Qig'il ish qilmagan vaqtlarda tamkin bo'lmay amal yo'q. Men bu so'zni yoqtiraman. Ko'nglimdagi gapni qilsam, seni mi yoqtiraman? Shundaqmi? Sana tepagan avorchilik oz bo'lib qolgan o'xshamamdi. Sen bana bir xil irodani bildirding. G'oyat zo'r iroda. Mana bu bizning jismimizda kam. Ilgari bir oldingi safdan qaytib kelgan general menga Kompartiya g'oyat zo'r irodaga tayinib g'alaba qiladi degan edi. Biroq men o'z vaqtida faqat ishonmabdi ekanman.
Men de uni o'zining yaramasligini besish uchun bahona izlayotdi deb o'ylab ekanman. Biroq sana taqobil turgan chig'imda men bu gapning tegiga yetdim. Sen yolg'iz bir odam xatarga tavakkul qilding. Azaldan voz kechib boqmading. Hatto o'z salohiyating oshkorlanib qolgan turg'liq, jining tumshug'ingga kelib qolsimi, yanada meni qaytadan sana ishontirishga shart hozirlab berding. Bu manga nisbatan o'ylab yetkusiz aqlona bir ish. Shu sababdan sen meni oldiga olding, barliq odamni oldiga olding. Bu sening bizdan aqlliq emas, balki sening bizdan irodalik ekanligingni bildirdi. Hech bo'lmaganda bir tarafini to'g'ri deding. Men azaldan voz kechish xiyolida bo'lmayman. Balkim bu mening zulmatli kunlarim ko'p bo'lganligi uchundir. Shu sababdan men yo'riqlikni yaxshi ko'raman. Shunga men jinimni qurbon qilishdan yonmayman. Demasam ko'nglim unamaydi. Sana o'xshash odamga erishish oson emas. Biroq mening afsuslandig'ini biz degan raqiblar. Shundoq. Amaliyotda bizga dushmanlikni do'stlikqa aylantiradigan fursat bor. Qani anglab baqay. Men hozir sendan faqat bir savol so'rayman. Shu zaman javob bera olsang, biz do'st qaylanib qolamiz. Nimani so'ramoqchi ekanligingni bilaman. 5-numurliq xabar yetkazguchi. To'g'rimi? Sen haqiqatan aqlli odam ekansan. Faqat dafasangli bo'ldi. İçimizdeki şpiyon 5-numurli xabar yetkazguchi u zodi kim? Ilgirki ishlarni surishtirib o'ltirmayman. Sen yanıla mayor general Chingtang bo'lasan. O burkiti planining qo'mondonlik qiluvchisi. Qandaq? Bu shart bo'lamdi ekan, ha? Shart qo'yni haydi yaxshi ekan. Lekin sana aytib beramayman. To'lamo afsus. Sen birdan bir hayot qiladigan fursatdan quruq qolding. Biroq xotirjam bo'l. Men Juntongning eng yaramli so'roq xodim bo'lsam-mo, sana nisbatan undaq qilmayman. Raqib bo'lish yuzidan seni hurmatlayman. Biroq dushman bo'lish yuzidan seni yo'qotaman. Men buningga tayyorlik ko'rib qo'ydim. Dushmanning hurmatini yengish undaq oson emas. Men cho'qim seni eslab turaman. Tez odam boshlab bu sandiqning ichiga yetkazib kir. Ma'qul. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Men g'alibining purug'i bilan kelgan oyoq tegishni oldim. Shu, qanday bo'ldi? Mallarni ip keldik. Hozir qayerda? Birodarlar bu yerga yetkazib ip kiryapti. Yaxshi qildinglar. Men mau idora boshlig'iga telegram yo'llab, sizlarni mukofotlatquzaman. Tez bo'linglar, bollarni bu yerga olib kiringlar. Diqqat qilinglar. Vaqt yanıla tez o'tib ketdi. Men bunda his qilmadim. Sen mo tezliği sıkıp qalasan. Şuar, birodarlarni bexatar o'rlashtirib oldingmi? Ip bag'an birodarlardan qolgan mana mushular. Nima? Biz iskilotni mallarni qo'g'dayotgan odamlar bilan 40 minutlik urush qilib, hammani o'ltirib etdik. Malni qo'g'dayotganlar qancha odam? 40 chiba. 40 odam? Shundoq. Men garchi qiziqchi bo'lmasam-mo, biroq taqdirim pek yaxshi.
ba'zi do'stlar o'zi xohlab iskilotga berib, mallarni qo'g'dab beribdi. Men bu bundaq do'stlikni rad qilishga amalsiz. Şar, Javyachin bilan Jonsun Yilangcho. Biz iskilotning ichi teshi va atrofini tafsiliy izlabmi ularning izdirigini qilamadik. Bu ikki odam qayerda? Xotirjam bo'l. Ular nihoyatda bexatar. Mening taxtimning qanchalik ekanligiga jang e'lon qilyapsan. Men seni hurmatlasam-mu, biroq amal bo'lmaganda men bu qattiq qo'llik qilishni xohlayman. Ishongin, u to'limi azobliq. Odam qo'rqitish eng tuvan darajadagi usul. Sirtqi qiyofati kuchliklarla ishlatadi. Bu ikki odamning qayerdaligi sana nisbatan shuncha muhimmi? Meni ahmoq qilaman deb ham xiyol qilma. Seni ahmoq qilish niyatim yo'q. Meningcha sana nisbatan bu mollar eng muhimmi deyman. Nima deganing bu? Acaba sening sanduqlarni ichib, mallarni ko'zdan kechirish o'yin yo'qmi? Shar, oshquchi. Oshqush? Biroq biz iskilotda oshqushni bayqamadik. Ha? Oshqush? Oshqush qanday qilib sizning qo'lingizda? To'g'ri, siz xatolashmadingiz. Doktorxonada qattiq urushgan chaqda oshqush yanchug'ingizdan tushib qoldi. Uni men ilib olgan. Biroq siz meni Aldab qo'ydim. Ichib ko'rib baq. Ichida sana lozimliq narsalar yo'q. Meningcha, sening o viruslarga toza ehtiyojing yo'q. Sana eng muhimi seriq to'pa. Hech bo'lmaganda sen o'lganda seni ko'mib qo'yishga lozim bo'ladi. Mallarni nega o'shirib qo'ydim? Ayta. Agar men boshqalarga yelinsam, hargiz vaqirab-jaqirab yurmayman. Sen hurmatsizlik qilding. Tez bununla. Tez. Tez. Sen bayatdan Javyachin bilan Jonsun Yilangni so'rab qolding. Men sana aytib beray. Ular shu mallar bilan bildi. Bu javobdan rozi bo'lgansan. Bu krislo to'liq rohatgan. Buni maxsus o'zingga atab yasatqizganmi? Moshunda qilsam, menga popozi qila olayman deb o'ylamsan? Moshunda qilsam, hayotimni saqlab qila olayman deb o'ylamsan? Aldirab qo'shib ketma. Unutib qolma, menga yana Liu Tianlong yordam qila oladi. Uning yibingdagi kuchiga asoslanganda, Javyachin bilan u mallarni tepish uncha tasga tushmaydi. Afsus, sen bayatdan bu kuchdan talto'kis qo'rq qolding. Nima deding? Bayatdan iskilotda men uchun o'zi xalab mallarni qo'g'dab turgan odam dal Liu Tianlong ham uning qo'l ostidagilar. To'liq afsus. Sen avatgan Xongshuar ularni hargiz tonimaydi. Yolg'on so'zlama, to'liq yolg'on so'zlama. Liu Tianlong u iskilotni na'dan biladi? Ham yana san nima deb u mallarni qo'g'dab berdi? İşler muşu darajaga berib yassam-o, texicha tushunmadimmi? Liu Tianlong hargiz u mallarni men uchun qo'g'dab bag'li bormadi. Uning maqsadimi sana o'xshash. Nima? U iskilotga u mallarni bulash uchun borganmidi? Shundaq. Men Lin Yushandan foydalanib, malning bor yerini sana xabar qildim. Yana Jin Biaodan foydalanib, malning bor yerini Liu Tianlongga xabar qilg'izdim. Ishlar mana shunda xolos. Men sizlarning maqsadinglarning o'xshash ekanligini bilaman. Biroq sening qo'l ostingdagilar ularni azaldan tonimaydi. Liu Tianlongmi ularni azaldan tonimaydi.
ikki turkum odam o'xshash bir mal uchun o'xshash bo'lgan bir iskilotda paydo bo'lsa, seningcha qanday ishlar yuz beradi? Albatta, bir maydon g'aljir ishlar bir-birini talashadigan qiziqarli o'yin yuz berdi. Aniqki, bugungi sening qo'l ostindagi alayda xodimlar iskilotda Liutellonga yo'liqib qoldi. İki taraf qattiq elishib, necha yuz odamdan ziyon tortib, bir necha sanduq seriq to'piga erishib keldi. Biroq senchu yakka yegona qilib qolding. Sen iskilotda zodi qanday odamlarga yo'liqib qolding? Ular ism familiyasini dedimi yo'q? U tarafning boshlig'i biz jahongashchilar deb ma'lum qildi. Ularning deyishicha, Changshuydagi adolatni yo'qlaydigan janobning boshlig'i ekan. Familiyasi Liu. Men Siz baya mendan foydalanib xo'jayinga xabar qildim dedingiz-ku. Shundoq. Amaliyotda men burunli bilatdim. Aslida bizning ichimizdagi jasus Jinbiyo, siz emas. Undaqda nima ish qilmang avval qilasiz? Chunki men bir odamga muhtoj edim. U yordam qilib salohiyatimni, malning boyirini xo'jayinga doklad qilish kerak edi. Buningga siz eng muvofiq edingiz. Men sizning mijozingizni obdan bilaman. Boshqalar tishingizga tegib qo'ysalar, siz o'ch ilishga kirishib ketasiz. Yana kelib, doktorxonada hujumga uchirgan kuni kashda bizga qilgan gap so'zlaringiz meni gumonimni qo'zg'ab qo'ydi. Shu vaqtda buning eng yaxshi fursat ekanligini o'ylab yetdim. Shu sababdan men sizga qasdan jasos deb tuhmat chapildim. Ba'zi qattiq gaplarni qilib, ochingizni keltirdim. Biroq men sizni yana cho'qim qaytib keldiganligingizni bilatdim. Vaqt bizni saqlab turmaydi. Bizmo tezdan harakatlanaylik. Ayting, endi qanday qilamiz? Xo'jayinni tutib, iz besib topamiz. Buni ko'rib beqing. Bu nima? Bu bir parcha telegrammaning tekst mazmuni. Bir necha qatim obdan ko'rib bilib, yodlab bilam. Yodlab oldim. Degan pochta telegraf idorasiga berib, mush mazmunda bir parcha telegramma avatib o'ting. Esingizda bo'lsin. O'zingizning ismini qo'llaning. Xotirjam bo'ling. Menga topshiring. Amaliyotda u gaplarni men Javyachinga burunli aytib kelishib qo'ygan. Faqat sizni anglasin deb qolgan edim. O'ylaganimdek ikkinchi kuni Javyachinning iziga tushib, pochta telegraf idorasiga berib, telegramma tekstini qo'lga tushirib, xo'jayinga beribsiz. Siz haqiqatan qo'rqinchli odamkansiz. Xolera virusining Chongqingga eqib kirishini to'sish uchun Chongqingdagi necha millionlagan armiya xalqining hayoti uchun mening bunday qilishim haqliq. Yushan, meni kechiring. Qandaq? Sen yana o'zingni cho'ng husl elib g'alba qilding deb o'ylayapsan? Sen mendan foydalanib, Liutellonni o'ldirib, bir vaqtda mening yibingdagi qismimni ko'zni yo'qotishni planlabsan. Nima degan aqlani plan, ha? Biroq sen o'ylab baqdingmi? Faqat kompartiya meni tutammasala, hammasi behuda avorchilik. Mening qo'limda yana bir turkum virus bor. Chongqingda bo'lsa, necha minglagan juntoning jasuslari yo'shirinib yotidi. Faqat men birli buyruq tushasam, u birikti planni odatga o'xshash ijro qilaverdi. Men buning uchun badal to'lagan bo'lsam-mo, biroq bundoq badalni to'lashga men rozi. Biroq sen-chu, sen eng qadrli bo'lgan hayoting bilan badal to'laysan. Seni o'ldirgandan keyin men qo'l ostindagilarni elib, bu yerdan ayrilaman. Kompartiyaning igi bo'g'ini faqat sening quruq jasding. Heliqi izdirigini bilmaydigan viruslar uchun xayr xo'sh.
yen shuang yin. Kımırlama. Yushan, nemi qılıbatsan? Hocayı. Meni keçirin. Onu koyup ettin. Saran boldun mu? O degen kompartiyanın adamı. O men yaxşı gördüğün adam. Bunda qilishning oqibatini bilamsan. Seni aldığan bir er kishi uchun bunda qilishingga arzimdi. Bayime. Köp oylandım. Yerip kettim. Endi yana qayta oylangım yok. Men onu yaxşı görmem. Bu terpi bana yeterlik. Şu sebepten men bedel ödeshga razı. Hocayı. Onu ketkizib etdim. Bo'lmasa rastla o'q chiqaraman. Sen o'q chiqarib meni o'ldirsangmi, uni qutuldira olamsan. O'zing qandoq bo'lib qolasan? Men o'limdan qo'rqmayman. Sizchi? Loli, hareketini başlayli. Kechikib qilib ish o'zgarib qolmasin. Birinchi numar planni o'rindashdan burun o'q ovoz bilan belgi berilgan bo'lgan shu chaqda hujum qo'ytinglar degan. Yana azroq saqlaydi. Nemishqa har bir odam meni o'ldiralayman deb o'ylaydiganmi? Ajaba undoq emasmi? Faqat mening qo'lim ostag'ini harakatlanib qo'ysalar, sening mengangdan tutun chiqib ketadi. Amsa sening qallanchi. Qarag'anda sen Gomindanga osiylik qilishni qaror qilib qo'ygan o'xshaysan. Men faqat o'zimning vijdonimga yuz kelalsanmi bo'ldi. Bu osiylik bo'lamdi, bo'lmamdi. Buning bilan karim yo'q. Meningcha mundaq bo'lsin. Ikkimiz o'tish baqayli. Qandoq o'tishimiz? Men sening qo'lingdagi qurolda o'q yo'q deb o'tishalayman. Undaqda nemitni o'tishimiz? Sen qo'l ostingdagilarga qurolni tusha degan. Len yushanma qurolni tushasin. Sen mening beshimga qarab deb tepkini bas. Quroldan ovoz chiqsa, men o'laman. Sen yengisan. Ovoz chiqmasa, sen yengilasan. Menga bir tanga pul bersan. Sarang bo'ldingizmi? Qandaq? Sen rastlı sarang kelsa. Ma'qul, qo'shildim. Men 1-2-3 deyman. Ko'pchilik qurolni tushirsizlar. Uning gapini alinglar. 1 2 3 Bo'ldi. Endi boshlasang bo'ladi. Endi öl! Qurolni ol! Nimish oldi? Nimish bu? Hujum!
Qanday ish? Azadlık armiyaning eng cho'ng qismi sening Tayping mehmon sarayingni qo'rshib oldi. Ular hujumni boshlab etdi. Ahildingmi? Mana bu mo'l usulning jaranglik ovozi. Sening ajal kuning keldi. Bayatdan sen eg'iz-eg'izingga tegmay, mo'l usul elib g'alaba qiladigan bo'ldim deb maqtangan vaqtingda, men 5-numurli xabar yetkazuvchi xodimdan foydalanib, o'zimning hayotini saqlab qoldim. Bo'ladi. Endi sana uni tunishtirib qo'yay. Sen oshkorlashga amal qilmagan 5-numurli xodim. Sen 5-numurli xabar yetkazuvchi xodimmi? To'g'ri deding. Mana men sening jon jahlim bilan qizib chiqishni o'ylaydigan 5-numurli xabar yetkazuvchi xodim. Men burun Jang Baojidan gumonlangan. U Shudu va Lin Yushandan gumonlanib baqqan. Biroq azaldan sendan gumonlanib baqmabdi ekanman. Bana ishonganingga rahmat. Biroq sening xato ishonching sababidan u odam sana go'rkol edi. Qandaq? Javobdan rozi bo'ldingmi, xo'jayin? Men 5-numurli xabarchidan qo'g'dinish uchun oldin ola bekitgan ko'rish o'rnining o'zgarganligini vaqtincha uqtirmay turib, dal ko'rishadigan vaqtda uqtirdim. Har qatim yeng o'rniga kelganda qo'l ostimdagilarning mening buyruqimsiz sirtqa chiqishini qat'iy to'sdim. Yana o'zimning eng ishonchli odamlarimga topilib, ularni har vaqt berib turgan o'rinlarini kuzatib turishni topildim. Meningcha, mening qilganlarimni nihoyat ehtiyotchanlik bilan qildim deb o'ylab ekanman. Qandaqsiga yana sizlar uchun yuchiq paydo bo'lib qoldi. Men saraydagi direktordan anglashimcha, Lerushan atdigandan kechgacha Tayping mehmon sarayida turganligi, azaldan sirtqa chiqmaganligini degan. U qanday qilib mening o'rnimni boshqalar xabar qila oldi? Albatta, sen uningga fursat bergan. Men? Shundaq. Esingni bormikin? O'lishgun kechda sen buyruq tushirib, men bilan xunshorlarni kechida Chingtongning izdirkini qilib kelinglar degan eding. To'g'ri. Ben uningdan burun Tungda mehmon sarayiga berib, ularni tepib olgan edim. Yo'q, bir er kishi bilan ikki ayol kishi birga turgan mehmonlar yo'q. Ching familiyalik mehmonmi yo'q? Avar qildim. Hech qisi yo'q. Yuringlar, biz boshqa yerga berib qarab baqaylik. Ma'qul. Men hojatxonaga kirib chiqay, sizlar sirtda saqlab turinglar. Xo'p. Mulozim. Kim bu tamaki qog'ozni bu yerga chaplab qo'ygan edi? 6-numurli uydagi mehmon, u bu yerga chaplab qo'ydi degandi. U qanday raqadam? Bo'yi egiz, chechi qisqa, qora xurumpal to'kib olgan, qora ko'zini taqib olgan odam. O qaytib kelsa, bu bir qap tamakini uningga berib qo'y. Familiyangiz-chi? O apandim so'rab qolsa, aytib beraman. Tayshan markalik tamaka, mening Boran chapqon 1-numur bilan aloqalash usulim. Men sening Tayping mehmon sarayida turayotganligingni tamaki ichidagi tamaki qog'oziga yozib, uningga xabar qilgan edim. Men 1-numurni tezlikda guruhga xabar qilib, harakatni tezroq boshlanishni umid qilatdim. Mana bu sahilni men deb sahillanmaslik deyiladi. Men sizning xabaringizni topshirib elib, shu zamonlar guruh bilan aloqalashdim. Shu kuni mehmon sarayini qurshab,
xo'jayinni tutishni o'ylashgan. Biroq men xo'jayinning hilmi-kiri ko'p. Bir yerdimi uzun turmaydi. Qism mehmon saroyini qurishib olgan bilan navoda u bo'lmay qolsa, o'chaqda yilonni urkitib qo'yib, uni qochirib qo'ymizda, sizning salohiyatiniz oshkorlanib qoldi degan o'ylashdim. Shundoq. Hukmingiz intayin to'g'ri. Bu bir necha kundan beri xo'jayin mehmon saroyida uzun turib boqmadi. Men izchil ansirab kelgan edim. Agar qism qorshab kelib xo'jayinni tutman degan bo'lsa, yilonni cho'chitib qo'yib, hujum mag'lub bo'ladi. Shundoq. Xo'jayinni tutish uchun eng muhim bo'lg'ini uni kayniga surish kerak. Uni Tayping mehmon saroyida tutib turish uchun qanday qilsak, uni uzun vaqt tutib tura olamiz deganni o'ylash kerak. Men uzun o'ylab, oxiri o'zimning salohiyatini oshkorlash usulini qo'llanish kerakligini qaror qildim. U mening kompartiya jasus ekanligimni bilsa, cho'qim men tutishni o'ylashadi. Shu sababdan u qilchi ishkilanmayla meni o'z turgan Tayping mehmon saroyiga boshlab keladi. Shundaqla menga tuyuqsiz hujum qiladi deganni o'ylashdim. Mana shunday qilsamla, xo'jayinni Tayping mehmon saroyida uzoqcha tutib tura olaman. Qismmo dal vaqtida kelalaydi. Ishching haqiqatan qor ekan. San o'xshash ishchi hilimikirga to'lib ketgan qeri tulkiga taqobil turish uchun mushundaq plan kerak. Bo'lmasa ziyon tatib qolmamdim. Bu dunyoda nemish qilmoq sizlarga o'xshash odamlar mavjud bo'la. Rostli ishingim kelmayotdi. Bu jamiyatda san o'xshash odam bo'lganligi uchun cho'qim bizga o'xshash odam bo'lish kerak. Men Chayxondan Jinbiao, Jinyu va Ruchanglardan ayrilgandan keyin shu zamonlar Yibin shaharlik harbiy komitet bilan aloqalashdim. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Men harbiy komitetda boshliq bilan aloqalashib, shu yer turishlik qismni harakatlantirib, xo'jayinni tutishga atlandim. Qismning burun kelib, mehmon saroyini qurshab qo'yib, sening gumoningni qo'zg'atib qo'yishni saqlanish uchun ularning vaqtincha askar yetkimasligini tavsiya qildim. Ularning Javyachinning xabarini elishni topildim. Chunki Javyachin koni istiqlotga yo'shirinib olgan bo'lib, Ruchang bilan Jinyuning bexatarligini qo'dayotgan edi. U mening ko'rsatmam bo'yicha istiqlotdagi bir maydon g'aljirani elish o'yini oyoqlashgandan keyin darhol komitetga berib, qismning mehmon saroyini qurshab, xo'jayinni tutishini uqtirish qildi. Shu sababdan mana sen ko'rib turgan ahvol yuz berdi. Naiti esil plan bo'pti. Ishni faqat bir necha odamni qo'l tiqib pokiz qildi. Odamning faqat ishongus kelmaydi. Sen burun iroda to'g'riliq gap qilgan eding. Men bu sana ikki yig'iz so'z hadiya qilay. Irodani shamol uchirib kelmaydi. Menda bo'lsa, sen ilvolay debmi olmaysan. Chunki uning ichida adolatning nuri va insonning fazilati chaqnab turadi.